Salom do'stlar. Maniskin qani? Endi negr bilan video tushiramanmi? Xo'p, salom do'stlar. Sizlar bilan birga SRB editor. Bugun nima qilishni bilmayapman. Ko'chaga chiqib ko'ray. Bitta problema topilib qolar. Qani ko'chaga chiqib ko'raylik, nimalar bor ekan. Ketdik, eshikni yopaylik. Ketdik. Bu kiyim qayerda? Bu zo'r-ku. Buni sotib olishim kerak. Bu necha ming? Bu 10 million. Voy, nima qilsam ekan? Olgim kelyapti-da. Ketdim, kredit olaman bankdan. Ketdim. Menga qiziq emas. Kreditga bordim. Bu bankmi? Bank ekan. 10 million bera olasizmi? Ha, olaver. Lekin bir oy ichida qaytarasan. Xo'p, qaytaraman. Bu pullarni tez olib olay. Endi kiyimni olsam ham bo'laveradi. Sotuvchi, kiyimni sotib olmoqchiman. Olaveraymi? Avval pulini ber. Xo'p, mana pullarni oling. Endi kiyimni olaversam ham bo'ladi. Qani olaylik, zo'r kiyimlar. Mana olib oldim, endi kiysam ham bo'ladi. Zo'r kiyimlar. Hozir kiyib olay. Zo'r ko'rinib turibdi. Ketdim, qishloqlarga maqtanaman. Ketdim, birinchi bu uydan boshlayman. Hey qishloqqa, menda mana shunaqa kiyim bor, nima qilasan? Boshqalarga ham maqtanaman. Qayerda? Bitta qishloq ham molga ham maqtanaveraman. Mana senda bunaqa kiyim yo'q. Senda ham yo'q bunaqa kiyim. Ketdim. Mana bu qishloqdan. Senda bunaqa kiyim yo'q. Ustimda ko'rdingmi? Zo'r kiyim turibdi. Senda chuqurga tushib o'la. Bo'ldi, charchadim, endi uyga kiraman. Uxlayman. Ketdim. Mana shu, ketdim, uxlayman. Bir oydan so'ng. Voy, men qayerdaman? Qayerda bo'lasan? Bankda bo'lasan-da. Kreditingni to'la. Qanaqa kredit? Aytgancha men kiyimga kreditdan 10 million olgandim-ku. Qanaqa qilib to'lasam ekan, Qanaqa qilib to'layman endi? Yoki 10 million o'rniga ustimdagi kiyimni ber. Buni bera olmayman men. Bermasang bo'ldi, uyingdan olib ketaveramiz bizlar. To'xta. Voy, nima qilsam ekan do'stlar? Gadoyim chiqib ketdi. Endi nima qilaman bu yerdan? Endi qolaman bu yerda. Uyim ham yo'q, kiyim ham yo'q. Xayr do'stlar.